Assalomu alaykum. Fermer diqqon akalar. Nasosimizni ustanovkasini tugatdik. Nasos ishqibozlari, Glebinni nasos ishqibozlari. Glebinni nasos o'rnatinglar. Ustasiga faqat. Hech qachon adashmaysizlar. To'kdik ham yozadi, suvni ko'p beradi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qani birinchisi ketdi. Xo'sh. İkincisi ketdi. Hadyomu mana 5 metr adabada var da 5 metr 6 metr. 8 metr turbadan çıkıyaptı. Nasos tikka qilib o'rnatamiz. Bayda 250 ta o'tib ketyapti tamam. Yo'ldir bu tomoniga. Suvni ko'ring, suvni. Voy dat! Suv qalay! Suvni qarang, vaqt to'ldirgan. Roman çıktı bu yoma. Çıkışını qarang. 250 dan chipir chiqaryapti. Ana suv. Boshtirib beradi odam. Ko'llarga ketdi suv. Nima deysiz aka? Qarang 250 ta chiqarib beryapti. Buni qarang. 2.7,5. 500 turban chiqib suvni chiqarib beryapti. Amper qani? 13 ga tushdi. 13 o'tir, 14. Bu tushadi hali. Ana qarang, ey, qo'yilmisiz? Buni qarang. Yerga yotqizgan holda chiqarilgan. Tagini atotini shu 3000 oborot aynalganda atotni bilinmaydi şey. Nasos tikka qilib o'rnatilgan shayga. Chiqib ketyapti. Suvni ishga ham baho bering. Pazazashtalari bor. Kompüteri var 704. Küçük kuchlanishi bo'lsa o'chadi. Amper ko'tarilsa o'chadi. Tokimiz 225, 227, 225. 450 metrdan kelyapti tok. 450 metrdan. Suvni qarang. Qo'shinlikka ham o'tib ketyapti shu qo'shinlikka. Spor. Yaman taşıyapti.